Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Andijon shahrida joylashgan Kvant o'quv markazini kimyo ustozi Muslimbek domla bo'laman. Mana bugun kimyo ustozlariga Andijon shahrida va butun O'zbekiston bo'ylab attestatsiya testlari bo'lib o'tdi. Va bu attestatsiya testlarida o'zini malakasini, toifasini oshira olmagan ustozlarimiz uchun yordam sifatida Kvant o'quv markazida bahorgi 2026-yil attestatsiya testlariga ustozlarni bepul tayyorlashni yo'lga qo'ydik. Kvant o'quv markaziga kelib, birgalikda o'qituvchilarimiz bilan shug'ullanib, kelgusi attestatsiyalarda yuqori natijalarni olishingiz mumkin. Barchani taklif qilamiz. Pastda nomerlarni yozib qo'yamiz, Telegram akkauntlarimizni yozib qo'yamiz. Murojaat qiling, vaqtlarini qo'yib beramiz. Ana shu aytilgan vaqtda tizimli kelib o'qiysiz va o'zingizni toifangizni oshirib, yuqori oyliklarga chiqib, yaxshi darslarni maktablarda o'tsangiz bo'ladi. Maqsadimiz maktablardagi darslarning sifatini oshirish.